Keling, men sizga bitta zo'r model ko'rsataman. Ushbu spalniy komplekt modelimizning shkafiga bitta kelgan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. O'rtasi veshelkali, tepasi polkali. 6 eshikdan iborat bo'ladi. Ruchkalari juda noodatiy bo'ladi. Buni o'rta qator eshigini ochgan bo'lsa, polni polka qilib qo'yilgan. Bunga uncha narsalarni bemalol taxlab tashlasangiz bo'ladi. Noodatiy qilib ishlangan kombinatsiyada ishlab chiqarilgan ushbu shkafimizning oxirgi qatorlarini ochgan bo'lsa, o'rtasi razdelni 2 qator veshelka qilingan uzun qisqa kiyimlar uchun. Buni komplektimizda mana bunaqa 2 kishilik katta mazaxi dumalab yotgan kravatimizga kiradi. Kravatimizning spinalariga kelgan bo'lsa, teddy materialdan qilingan, o'rtalarni razdelni qilib mana bunaqa chiroyli dizaynlar berib qo'yganmiz. Xo'p, bunga ikkita tumbasi kiradi. Tumbasidan keyin trimosiga kelgan bo'lsa, trimosini ham ko'rishingiz mumkin. Juda tepalari avalniy qilib ishlangan, oynalari juda noodatiy bo'ladi. Buni ham 3 ta tortmali, ichlari chuqur keng qilib ishlangan. Chesterga kelgan bo'lsa, Chesterni ko'rishingiz mumkin. 4 ta tortmali bo'ladi. Bularning hammasi eshiklari ochilib yopilishlari hammasi davodchik mexanizmlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ushbu komplektimizga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi.